hozir aynan Eva produktda liderskiy tarkib tuzilayotgan vaqtida siz aynan hozir liderskiy sostavga kirib olishingiz mumkin. Oddiy misol aytaman, meni gruppovoy объемim hali katta bo'lmasa ham, men hozir Eva produktda top 100 talikni butun dunyodagi toplarning ichida 37-o'rinda turibman. Primerlar bor, qozog'istonlik liderlar o'tgan oy kirib turib, srazu top 100 talikni 27-o'ringa chiqib olishdi. Bu degani nimadan dalolat? Hozir top 100 talik объем juda ham kichkina degani va siz u yerga kirib olsangiz, u yerdan qaytib chiqib keta olmaysiz. Eski kompaniyalarda top 100 talikka kirishni даже tasavvur qila olmaysiz. U yer egallan bo'lgan va umuman u yerga borish imkoniyati yo'q. U yerga borish uchun siz juda ham katta tovaroborot berishingiz kerak. Bu yerda siz kichkina tovaroborot bilan kirgan oyingiz o'zida ham top 100 talikka kirib ola olasiz. Ya'ni bu nimadan dalolat? Bozor hali bo'shligidan, liderlar to'plami hali bo'shligidan va siz joyi egallab olishingiz mumkin.